أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nuruddin Es-Sabuni rahimahullah yazgan El-Bidaye Minel Kifaye Fil Hidaye Fi Usuluddin namlı bu kitapның El-Kavlu Fit Tekvini Vel Mukevveni diye gelip geldi. Biz aldı bilen dersке kirişten burun bir kıskaça bir mukaddime sözü biteydi. Hem de bu tekvin meselesi ehl-i sünnetin içinde Eş'ariler bilen Maturidilerin oturusundaki en keskin hilafi meselenin birisi. En keskin hilafi meselenin birisi. Çünkü bu mesele bizde iki mezhep oturusunda bazen hilafi meseleler var. Bu meseleler mesela hilaf lafzı ile koyuyoruz. Manisi ikisinin gibi böyle lakin ya başka ifadelengen. Maturidiler başka ifadeleydi, okşaş bir manini. Eş'ariler başka ifadeleydi. Bunda ihtilaflı var bizdeki önümüzde. Ehl-i sünnetlik içinde. Lakin o tekvin meselesi bu keskin hilafi meselelerden. Anladın? Bu ne diyor? İhtilaf lafzı diye bulunmaydı. Lakin kişinki muhakkik ulemalardan bir kısmı bu meselenin hilaf lafziga apağalı ba lakin o leysa sahih. Bu doğru emas. Ana diğerli ba mesela tekvin diyen bu sıfat itibariye diyen kadim hadis değil miydi o da bunda ikisini bir yakallı ba lakin bu doğru emas. Şimdi bizde şu xil istilah var. Biri et-tekvin. Yani biri mukevvin, yani biri mukevven. Hem de mukevvinden başlayalım. Mukevvin. Mukevvin degen yoktun barlıkı keltirgüçü degen bunun. Tekvin degen yoktun barlıkı keltirüş degen bunun. Mukevven degen yoktun barlık keltirilgen mahluk. Yani nerse. Hem de tekvinin aslısı kevvene yukevvinu tekvinen çıkan. Kevvene yukevvinu tekvinen naslar. Ama bu tekvin sıfat bizning ehl-i sünnet ve cemaat akidesindeki Maturidiler mezhebide Maturidiler guruhiniki göz karşıda tekvin sıfatına kadimi. Bu xuddi Allah Teala'nınki başka hem sıfatlarga okşaş kadimidir. Hem de bu tekvin degen ne demek olgan? Bu tekvin nima degan gap? Tekvinde Kur'an-ı Kerim'de yoki hadisde bir tekvin degan sifat kelganmi desa yo'q. Tekvinde Kur'onda yoki hadisda sifat kelmagan lekin shuning asli kelgan. Masalan Alloh taolo Kur'an-ı Kerim'de bir qancha joyda فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Mishadiki kun, kelimeti kun, hitap muş asli muş kundan çıkan. Tekvin degendeki söz. Hem de manisi desang yani yoktun barlık keltiriş degan gap. Demek Allah Teala'nınki sıfatları İmam-ı Azam Fıkhul Ekber degan kitapta bölgen edek sıfatul fiil, sıfat zat, sıfat fiil de bir şey bulundu. Sıfatul zat, sıfatul fiil. Sıfatul zat bilen sıfatul fiilni qanday ayıramiz deganda sıfatul zat sıfatı zatniki aksini, karşısını sözlese sıfatı zat noksan kaynıp kalıdır. Mesela ilim degen sıfatı zat. Yani onun aksini cehel noksan. Lakin sıfatı fiil sözlese sıfatı fiilindeki mesela el-ihya degen sıfatı fiil. El-imate degen mu sıfatı fiil. Yani noksan tükenmeydi. Demek bu işte ayrıyımız hem de. Bunu eş'ariler ayırgan. Lakin biz ayırsak bir mesele çıkmaydı. Ama eş'ariler nemir kılışını ayırgan, sıfatı zatını sıfatı fiilini ayırıp sıfatı zatını kadimi, sıfatı fiilini hadis deyiş için ayırgan. Biz anda deyiş için fakatlam ayırıyoruz hem de sıfatı zatını sıfatı fiilini. Hem de bu sıfatı zat
Sıfat-ı zat kadimi. Bunun da ihtilaf yok. Kim bilen? Eş'arilerimizin aramızda ihtilaf yok. Ama sıfat-ı fiil. İmam-ı Azam işkiga bölgen. Allah Teala'nın sıfatları sıfat-ı zat, sıfat-ı fiil işkiga bölünüldü de Fıkh-ı Ekber'de uçuk bölüngen. Anda sıfat-ı fiil nima kadimi deb nurulgan delillerini keltirgen. Sıfat-ı fiil mi kadimi deb. Çünkü Allah Teala mahluklarını yaratıştan burun Halik idi. Mahluklarını yaratıştan burun Halik idi. Yani Halik degan sifatni mahluklarni yaratib bo'lgandan keyin olgan emas. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Huwallahul halikul bariul musavvir" dedi. Kur'an Allah Teala'nın kalamı kadim, yeni paydo bo'lgan emas. Allah Teala'nın kadimi kalam bo'lsa, Allah Teala kadimi kalamni o'zi Halik deb sifatlasa, bu madihiya sifati tursa, biz bu sifat chuqum Allah Teala kadimi bo'lishi kerak. Shunda bo'lgandan keyin, chunki Allah Teala yo'q bir sifatni desa, bu yolg'on bo'lib qoladi, yo majoz bo'lib qoladi, bu mumkin emas. Allah Teala mungkin madihiya sifatdan birini Allah Teala agar yo'q sifatni degan bo'lsa, keyin bu sifat keyin maxluqni yaratib bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bo'lsa, Allah Teala bir madihiya sifati yangidan paydo bo'lgan bo'ladi. Bu mumkin emas. Mujahiddan hatta bu Eş'arilarning o'zininki tek qonuni o'ldirilmaydi. Asli tekvin sifatni nima sifat deyish, yangidan paydo bo'lgan sifat deyish. Endi biz nima buni tekvin deymiz? Tekvin degan bu ash sifatul fi'lni hammani o'ziga toplaydigan bir nima, bir cho'ng bir bob desa bo'ladi, cho'ng bir kitob. Buning ichiga hammaga sifatul fi'l hammasi kelib ketadi. Unda deganlik faqat bir tekvin sifat deganlik emas. Tekvin degan gap yo'qdan bar qilish degan gap. Allah Teala yaratdi o'zini qanday qiladi? Yo'qdan bar qiladi. O'ltira o'zini qanday qiladi? Ulam degan narsani, vallazi xalaqal mavta val hayot deganda, ulamni yaratdi-da. Anladın? Ulamni yo'qdan bar qiladi. Hayotlikni yo'qdan bar qiladi, rizqni yo'qdan bar qiladi. Hammani Allah Teala yaratib qo'ydi. Ama demek bir şey, hammada tekviniye gapida bor, hammada. Tushunarlimi? Shuni qarab, andaganda bu rizq qalaqda bo'lsa, tarziq bo'ladi ekan. Yarchi qalaqda bo'lsa, tahdid bo'ladi ekan. O'ltirish qalaqda bo'lsa, imata, tirilirish qalaqda bo'lsa, ihya bo'ladi ekan. Hammasi tekvin bilinmaydi ekan. Tekvin sifat degan gap Allah Teala'nın bütün sifat afollarini demakchi. Bir sifatga yig'inchoqlamoqchi emas, yig'inchoqlamoqchi emas. Ammo o'sha hamma sifatda mustakvin degan nima? Sifat billah ba degan gap chiqadi. Demak bu tekvin sifatini qadimiy deganimizning o'zi Allah Teala'nın qolgani Raziq, val Razzaq, val Fattah degan bütün Allah Teala'nınki fi'l sifatlarning hammasi qadim degan bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'sh, endi biz musannifning qavli kelaydi. El-qavlu fi't-tekvini vel-mukavvani. Yani tekvin ve mukavvan to'g'risidagi so'zlaydi. Qala ashabuna, bizning ashablarimiz yani Maturidiyalar, Ahlus Sunnah vel Cemaatning Maturidiya firqasi dediki, inne cemi'as sifati qadimatun qaimatun bi zatillahi Teala. Allah Teala'nın cemi sifatları kadimdir. Allah Teala'nın zatı bilan turg'uchidir. Demek bu bizdeki akidemiz. Baştan tartib bizdeki ispatlab kelgan hamma aqidaga ham shu udul keladi, to'g'ri keladi. Hamma baştan tartib muqaddimat tartib kelgan yo'lga shu udul keladi. Agar bunikidek bu sifatni biz nimaga chiqib qo'ysak, hozir chiqib qo'ysak, nurg'ulg'an kashilik kelib chiqadi, keyin zikr qilinadi. Endi bizga o'zimizdagi aqidasini deyotgandan keyin boshqa mazhab firqalardagi aqidalarni bir qul so'zlab o'tadi musannif. وقالت الأشعرية أشعرية ومعتزلة منقدة ما كان من صفات الذات فهو قديم قائم بذات الله تعالى وما كان من صفات الفعل فهو حادث غير قائم بذات الله تعالى. Endi sıfatı zatdan bo'lgan Allah Teala'nın sıfatı zatdan bo'lgan sifatlari qadimdir. Allah Teala'nın zatı bilan turg'uchidir. Ammo sıfatı fi'ldan bo'lgan sifatlari bo'lsa bu hadisdir. Allah Teala'nın zatı bilan turmaydi. Dedi. Endi sıfatı zat demaslik sıfatı zatdan sıfatı fi'lni ayirishni besh so'zlab bo'ldim endi. Sıfatı zat degan buniki aksini isbotlasa naqs kelib chiqadi, nuqson. Sıfatı fi'lcho uni aksini so'zlasa nuqson kelib chiqmaydigan fi'llar, sifatlar. Endi bu nimaga o'xshatsa nahvu at-takvini va rizqi va al-ihya'i va al-imatati va g'ayri zalik. Yani yo'qdan borliqqa keltirish, rizq bilish, madagi rizqi ama rizqi emas, razqi va razqi. Rizqi bo'lsa ism, rizq degan ism. Razq bo'lsa ism masdar bo'ladi. Men ba'zi ayada tarziq deb tilg'ilingan. Va razqi degan, ya'ni rizqi bilishga o'xshash, va ihya'i degan tildirish va imat o'ltirishga o'xshash.
Bu şunun hammasi sıfatıl fiil. Bu sıfatıl fiil Allah Teala'nın bu sıfatıl fiil hadisedir. Allah Teala'nın zatı bilen turmaydı. Bu aşını bilen turdu, mukevven bilen turdu. Kaçan mukevven peyda bolsa, şu tek şu çağda bildi peyda bulundu. Deydi ki Mu'tezile ve Eş'ariler. Lakin bu işkeylerdeki hemmisi bir ittifak kemellik. Mağla başka cihetten çıkıdı, mağla başka cihetten. Mu'tezile esnedillah bütün Allah Teala'nın sıfatlarını, Allah Teala'nın sıfatlarındaki sıfat-ı maaniyi inkar kılan idi. Mu'tezile. Baştılar sıfat-ı maaniye üzüp inkar kılan, sıfat-ı zat, sıfat-ı fiil hemmisi inkar kılan idi. O Allah Teala alim bizatihi. Bi ilmihi emas bizatihi diyeniydi. Mu'tezile. Demiş kadar deydi sen dese çünkü teaddüdül kudama kelip çıkıdı degen bir dolini koygan idi. Bizim o cevap verip gelgen hemmisiga. Hem de Eş'arilerçi bizden billeydi. Sıfat-ı zat hemmidi billeydi. Fakat sıfat-ı fiil kelgende Eş'ariler bizden ayrılıp aldı. ثم اختلفوا عندك kim bular yani Mu'tezile Eş'ariler فيما بينهم ulanın öz arasında enne tekvine izâ lem yakun bizatillah. Yani tekvin Allah Teala'nın zatı bilen durmasa hel huve aynul mukevveni ev gayruhu. O mukevvenin ayni mu ya ki mukevvenin gayri mu? Yani yoktur bar kılıngan nesinin, mahlukның ayni mu tekvin? İkisi bir nesi mu? Ya ki ikisi başka nesi mu? Diyen gep çıktı. Feze'amel eş'ari, İmam Eş'ari rahimahullah ennehu aynul mukevven. O mukevvenin ayni deb guman kıldı. Yani zaame deb kılgan gep nemini gösterdi sana. Yani bu hata diyen gep gösterdi. Zaame, ra'a deb gelse ra'a dese bu itibarı iga, göz qaraş diyen gep bunu. Zaame dese andağmış, an guman kılışça, andağmış deb ya naiti bunu hata göz qaraş diyen gösterdi. Musannif yani Maturidi mezhebindeki işteki muhakkik hamdi. Muhakkik muhalif şunda da vardı. Bu mesela anda bakan ya İmam Eş'ari'ye hürmeti var, hürmet kılıdı o. Lakin Maturidi'lerin işteki muhakkiklardan muhalif için şunda da vardı. Hemimizki cevap verirdi buna da. Onun kendine kifaya eden kitapta bunun da mümkün cevap vergen mesela. Feze'amel Eş'ari, İmam Eş'ari rahimahullah ennehu aynul mukevven. Yani tekvin mukevvenin aynıdır. Hem ben tekvin mukevveni tercüme edip oldum. Çünkü Arapçada bir tepkitimiz tercüme etmeyiz. Mukevvenin aynıdır. Ve zâme ammetul mu'tezile hem de mu'tezilerindeki umumisi ennehu tekvin degen vera'el mukevven yani ma'nen vera'el mukevven. Mukevvenin arkasındaki bir mana. Mukevven bile olsa bir mana emez. Mukevvenin arkasında tutulduğun. Mukevvenin arkasında tutulduğun öz aldığı bir mana dedi. Hem de demek İmam Eş'ari kisi etti. Tekvin bilen mukevven ikisi bir nesnedir. Şimdi öyleyse İmam Eş'ari'nin şu kadar diyen doğdu. İmam Eş'ari'nin kime acayip güçlük delili var. Ne mi deydi o? Hazır biz demek o tekvini göçfedin ne mi dedi? Hadis dedi şunu ama. O dedi ki eğer biz tekvini göçfedini kadim desek mukevvendeki hadis kellikide de ihtilaf yok. Mukevven yani bu hadis emmimizdeki göz karşıda bir ittifak. Tekvin degen bir eğer biz İmam Eş'ari deydi eğer biz tekvinni kadim desek xuddi darbun bila madrub okşap qiladi. Udi mesela birimiz bak udi nemini udi ugan narsa yo'q. Urush degan gap bor lekin urilgan narsa yo'q. Nimaga udi yo'q deganda gap chiqib qoladi. Yani biz tek Allah Taala yo'qdan bar qildi. Allah Taolani yo'qdan bar qilgan sifati qadim desak nimani yo'qdan bar qildi degan gap chiqadi. Nimani yo'qdan bar qildi? Qadimda. Agar biz hozir maxluqotlarni desak bu maxluqotlarni qadimda atib bar qildimi? Bu joqda maxluqotlarni nima degan gap chiqadi? Qadim degan gap chiqadi. Unda o'z bo'lmaydi. Shuning uchun chuqur tekvin sifatini bo'lish kerak. Hadis bo'lish kerak. Bu qachon paydo bo'ldi? Shu maxluqotlar yaratilgan chog'da. Mukevven yaratilgan chog'da paydo bo'ldi. Mukevven yaratilgan chog'da paydo bo'lgandan keyin mukevven tekvin ikkisi nima? Bir narsa. Bas bu tekvin degan itibariy narsa aslan. Bu itibariy. Biz karşımızdaki bir aslında bir adeti tekvinde bir narsa yok. Tekvinde bir narsa yok. Fakat Allah Teala nimene mahlukatını yaratkan çağda biz göz karşımızda Allah Teala yarattı dedik. Allah Teala yarattı diyen göz karşımızda itibarımızla tekvin diyen bir sıfat diye de babamızı bir emeliyatta babı sıfat emes bu. Dep İmam Eş'ari'nin de muadilini koyalım.
Bununla musannif hammaga javob berib chiqadi keyin. Hammaga bir-birlab javob berib chiqadi. Mesela hozir deb bersam, ya'ni biz agar tekvin degan gapni tushundiganda, tekvin degani Alloh taolaning tekvini azaliy degan gap, Alloh taolo Bimirzebekni bizning tekvin azalisi bilan yaratgan. Anda Bimirzebekni qadim tatib yaratilganmi yo'q? Tekvin azalisi bilan vaqtda vujudiga. Mush tekvin azalisi Alloh taolo kun degan kitob bilan masalan Bimirzebek qancha yil tug'ilgan masalan 2003. 2003-yili. 2003-yili Bimirzebek tug'ilgan kun. Sen Bimirzebek sen 2003-yili barliqqa kel deb aytgan qadimda. 2003-yili deganini qisib qolmaydi. Shundan siz 2003-yili barliq kelisiz. Alloh taolaning qadimining, Alloh taolaning kalamining qadim bo'lganidan sizniki qadim bo'lsangiz kelib chiqmaydi. Xuddi ilm ma'lumot o'xshaydi. Alloh taolo uning ilmi qadim bilan, ilmi qadimisi bilan butun ma'lumotlarni biladi. Buningdan ma'lumotlarniki ba'zisi nima qadim, ba'zisi nima hodis. Ya'ni Alloh taolo hamma shayga qodir bizniki qudrati azalisi bilan. Uningdan maqduratlarning qodir bo'lingan narsalarniki qadimlik kelib chiqadi. Bu o'xshash. Tushundingizmi? Bergan javobimiz shu. Endi ثم اختلفت المعتزلة في محله. عندك معتزلة قروي في محله. Endi معتزلة nimada bu tekvin mukavvanning ayni emas. Mukavvanning boshqa bir, mukavvanning orqasidagi bir, ya'ni boshqa bir ma'no degandan keyin bularni o'zlari ixtiloflashdi. Unda mukavvan tekvin nerede turdi? Biz Alloh taolo turmaydi dedik, deydi. Ash'arilar bilan Mu'tazila tekvin Alloh taolaning qadim sifati emas, hadis degandiki Alloh taolo turmaydi, shunama. Endi mukavvanda turmaydi dedi kimlar? Kimlar? Mu'tazila. Mukavvanda turmaydi dedi. Andaqda nerede turdi deganda o'zlari ayni ixtiloflashdi Mu'tazila. Qala Abul Hudayl, Abul Hudayl degan bu Mu'tazilaning imomlaridan, Abul Hudayl degan Mu'tazilaning imomlaridan. Abul Hudayl mundaq dedi: "İnne tekvina qaimun bil mukavvan." Tekvin mukavvanda turuvchidir dedi. Tekvin boshqa bir ma'no olgan bilan, lekin mukavvanda turdi. Mukavvan bilan birga turdi dedi. Va qala Ibn Ravandi va Bishr ibn al-Mu'tamir. Bishr ibn al-Mu'tamir degan bu Mu'tazilaning shayxi. Ibn Ravandi degan bu mulhid, buniga tilab o'ltirsak bo'ladi. Lekin Bishr ibn al-Mu'tamir degan bu Mu'tazilaning shayxlaridan. Dedik innahu la fi mahal. Tekvin la mahalda turdi degan gap, yani bir yerda turmaydi. Tekvinning o'rni yo'q. Tekvin bor, lekin o'rni yo'q deydi. Xo'sh, endi mavzu ixtilof bo'ladi oxirida. Hammaga javob berdim sen keyin. Va qalatil karramiyat. Karramilar bunday deydi. Inna tekvina hadithun qaimun bi zatillahi taala. Tekvin degan hadisdir. Lekin Alloh taolaning zoti bilan turguchidir. Demak, hozir mush karramiyani ko'z qarashidagilar azg'i salafiy vahobiy mush ko'z qarashda. Ya'ni Alloh taolo nima deydi? Xohlagancha bu deydiki, Alloh taolo xohlagancha gap qiladi, xohlagancha nima ish qiladi shuni qiladi. Tushmanda tushidi, chiqmanda chiqadi. Yordamanda yaratadi. Alloh taolaniki zotida sifat hadislar turadi deydi kimlar? Vahobilar o'xshash. Mush karramiylar deydi mush ko'z qarashni. U aynı zamanda en aciz bir firqa bu. Karami degan en aciz firqalar. Hozirgi zamonda en kuchli bo'lib ketdi. U zamanda en kuchli firqalar qaysi? Mu'tazila. Mu'tazila kuchli o zamanda. Hozir Mu'tazila qolib ketdi. Lekin Karamilar boshqa ismini qo'yib, o'zi Vahobilar chiqdi endi. Hashviyya Karamiyaniki bolasi. Xavarij, Hashviyya Karamiyaniki yangi nusxasi endi Vahobi degan. Ve yusafullahu Teala indahum fil azali. Endi karramilarning ko'z qarashida Alloh taolo fil azalda annahu xoliqun bil xoliqiyatil hadisa. Azalda munosabatlanadi. Ya'ni Alloh taolo yangidan paydo bo'lgan xoliqlik bilan xoliqdir deb sifatlanadi. Alloh taolo yangidan hadis bo'lgan xoliqlik bilan xoliqdir deb sifatlanadi. Nima degan gapsi va annaha ibaratun an qudrati ala al-xalq. Yani demakchi o'g'ini, ya'ni Alloh taolo yaratishga qodirdir demakchi. Ular nima deb aytadi? Alloh taolaning xoliq degan sifatini kimlar? Karramiylar nima deydi? Alloh taolo xoliq, masalan, huvallohul xoliqul bari degan xoliq degan sifatni nima deb tafsir qiladi? Ya'ni Alloh taolaning azaldan xoliq degan gap, azaldan yaratishga qodir degan bo'ladi deydi. Yaratishga qodirdi. Lekin yaratish emasdi, chunki maxluq bo'lmasa qanday yaratadi deydi. Lekin biz nima deymiz? Alloh taolo azaldan yaratuvchi edi.
Biz bütün mahlukatlarni Alloh taolo azaldan tortib bor bo'ladigan vaqtida yaratib, azaldan yaratish amrini bilib o'tgan. Bor bo'ladigan vaqtida. Qadim tortib emas, ya'ni azaldan tortib Alloh taoloning qadimiy azalma kun degan mush xitob azaliy. Azaliy bo'lgandan keyin Alloh taolo ya'ni falan hamma narsani o'zining vaqtida, o'zining ilmisi va irodasiga o'zining ilmi va irodasi bo'yicha hamma mahlukotlarni o'zining bor bo'ladigan vaqtida azaldan yaratilish nimasini amrini bilib o'tgan. Azaldan. Biz buna deymiz. Endi vas sahihu ma qulna. Xo'sh. Endi vas sahihu ma qulna. Endi bizga musannif rahimahulloh qarshi firqalarniki hammani ko'z qarashidan deb bo'lgandan keyin endi javob berdi bir qatdan. Vas sahihu ma qulna. To'g'risi bizdan degan gapimiz to'g'ridir. Nimishqa dalilingiz musannif davomli alayidiki birinchi qatim nima qildi? Davomli aqli dalil emas, naqli dalil, sam'iy dalillar kiradi davomli. Shuna yaxshi qoida shu bo'lsa, ya'ni Alloh taolaning qavlining jitidan. Huvallohul xoliqul bariul musavvir. Alloh taolo Qur'on karimda nima deydi? Bizning qadim azaliysi bilan, bizningki kalom azaliyasi bilan u Alloh yaratquchi, bari degan gap yo'qdan bor qilguvchi, musavvir degan gap hamma narsaning suratini ma'lum suratda yaratquchi zotdir. Dedi Alloh taolo qadimiy kalom bilan. Va safazatahu dedi. Allah Teala öz zatını bi ennehu halikun, halik deb sifatledi. Ve zatuhu halbuki Allah Teala'nın zatı ezelidir. Ve kelamuhu ezeli ve Allah Teala'nın kelamı mu ezelidir. Hoş. Felev kânet tekvinu hadisen. Eğer tekvin hadis bolsa idi, lem yekunillahu Teala mevsufen bihi. Allah Teala bu halik balik musavvirga musbatlarni sifatlanmagan bo'ladi azalda. Agar takvin hodis bo'lgan bo'lsa edi, bizda takvin deganimiz shu xoliq, balik, musavvirga hammasi takvin tushunalmi? Hammasi. Takvin deganimiz shu sifatni hammani ko'rsatadi. Takvin dedikmi? Shu butun sifatlarni ko'rsatadi. Bizning ya'ni agar Alloh taolo takvin hodis bo'lgan bo'lsa edi, Alloh taolo bu takvin bilan azalda sifatlanmagan bo'ladi. Fayakun u chaqda bu oyat al-Xaliq, al-Bari, al-Musavvir degan bu oyat hamisi majaz bo'lgan bo'ladi. Yoki kaziban, yolg'on bo'lgan bo'ladi. Ta'alallohu an zalika uluvan kabira. Alloh taolo bunday sifatlarni majaz so'zlashdan yoki yolg'on so'zlashdan buyukdir, yuksakdir, pok va munazzahdir. Va tahqiqu zalik. Endi buning tahqiqi biz tahqiqni inchiklaymiz deydi endi. Buning tahqiqi annal xaliqa, xoliq degan ismun mushtaqqun minal xalqi. Ya'ni xoliq degan xalq degan masdardan yer elingan bir ismdir. Kal alimi minal ilm. İlim degan masdardan alim degan sifat chiqqandek. Va innama yatahaqqaqul ismu. Amda ismul mushtaq yani ma'nadan yerib ilingan isim ala man qama bihi zalikal ma'na. Yatahaqqaqul ismul mushtaq minal ma'na. Ma'nadan yerib ilingan isim tahqiq topadi degan gap, ya'ni real ro'yobga chiqadi degan gap. Ro'yobga chiqadi qachon desa ala man qama bihi zalikal ma'na. Ashu ma'na turgan zotga. Ashu ma'na turgan, ash ma'na degan qas ma'na, ya'ni masdar. Ma'na degan masdar. Bu shu masdar, ism masdar, ashu ma'na ashu zot bilan turgan zotga ism mushtaq nima? Tahqiq topadi degan gap amaliyotda bor. Mesela ben xaliq desem, bu xaliq degan sifat tabii ki xalqdan chiqqan. Xaliq deb sifatlagandan keyin Alloh taolani xalq deb sifatlanishi kelib chiqadi. Alloh taolani yaratish degan sifat bor degan gap. Demak, yaratish degan sifat kim bilan turdi? Shu zot xaliq degan ism sifat bilan sifatlangan zot bilan turdi. Tushunamizmi? Tabii. Bu degan biz uni ism sifatni deb bo'lmagan o'zini. كالمتحرك مثلا كالمتحرك يطلق على من قامت به الحركة. Yani hareket turgan kişi, hareket tayinib turgan kişiye mutaharrik deyilgandek mesela. Mutaharrik degan gap kimga ishlatiladi? Mutaharrik degan ism, sifat, mutaharrik degan sifat hareket turgan kishiga ishlatiladi. Nima degan gap? Ya'ni hareketlansa bir odam hareketlanib turgan odamga nima deyiladi? Mutaharrik deyiladi. Demek hareket bir şeyde kim bilen turdu? Hareketlengen adam bilen, zat bilen turdu. Muş adamga mutaharrik deyiladi.
Demek biz Allah Teala'nın mukevvin degan ekanmiz. Tekvin kim bilan turdi? Tabii ki Allah Teala bilan turdi. Allah Teala'nın halik degan ekanmiz. Halik kim bilan turdi? Yaratdi. Allah Teala bilan turdi. Mahluq bilan turmaydi o. Endi ve te'vilul kerramiyeti kerramilarniki tevili bi ennehu halikun fil ezeli bi ma'na'l halikiyye. Birimini cevap verdi. Kerramilarniki bi ennehu halikun fil ezeli bi ma'na'l halikiyye. Allah Teala ezelden tartib haliktir deganning ma'nosi bir haliklik yani haliklik ma'nosi bilan yani yaratishga qodir va annahu ibaratdan halik yani Allah Teala ezelden tartib yaratishga qodir degan bu buning ma'nosi deb tevil qilishi kerramilarning tevilun fasid. Bu fasid, buzuq bir tevildir. Nimishqa? Fa innal ismal mushtaqqa minal qudrati. Chunki qudrat degan masdardan yerib olingan ism nima? Huval qodir. Qodir degan ismdir. Lal xoliq. Xoliq degan ism emas. Hozir yaratishga qodir deb qo'ydi. Yaratishga qodir degan gapdan endi qudrat alal xalqda bo'lsa, qudrat degan sifatdan qudrat degan masdardan qodir degan sifat chiqadi, ism sifat chiqadi. Xalq degan masdardan jo xoliq degan ism sifat chiqadi. Uniki ta'binligi g'alatligi mishan chiqdi g'alatligi. Nimish uniki vali anna qodira tixim bir oddiy bir misol keladi. Vallahi masalan ala. Vali anna al-qodira ala az-zina la yusafu bi kawnihi zaniyan. Nimish biz nima ta'wil karramilan ta'wil qilgandak xoliq degan ma'nosi Allah Taala yaratishga qodir deb ma'no etmaymiz desa, biz Allah Taala yaratuvchi deb ma'no etamiz. Yaratishga qodir deb ma'no etmaymiz, uni yaratuvchi deb ma'no etamiz desa, chunki bir zina qilishga qodir bo'lgan odam zina qiluvchi deb sifatlanmaydi. Butun odam kishi bo'lsa zina qilishga qodir masalan. Bu zina odamni o'zini zina qilishga qodirlar. O'g'irlik qilishga qodir. Adamni sariq deyilmaydi mesela. O'g'irlik qila oladi. Siz o'g'irlik qilasiz, o'g'irlik qilasiz, o'g'irlik qilaman desangiz, tastatiyon tasriq. Lekin siz sariq demaymiz. O'g'irlik qilmoqchi nima demaymiz? Sariq demaymiz. Xuddi odatki bir misol deyotdi. Bak bir xatolik bir misol ekan bu. Lekin xuddi shunday Allah Taolaning yaratish qodirligini deb xoliq demaymiz deydi. Allah Taolo yaratuvchi bo'lganligi uchun xoliq. Yaratishga qodir bo'lganligi uchun emas, yaratuvchi va yaratib bo'lganligi uchun qodir. Nima xoliq deymiz deydi. Va kaza fi sa'ir sifat. Qolgan sifatlardan shundoq. Unga yana bir uchinchi dalil ham deydi. Vali anna ismal xoliqi ismu madh. Allah Taala xoliq degan ism bo'lsa, ismu madh, degan madhiya ismidir. Falau lam yakunillohu taala mawsufan bihi fil azal. Agar Allah Taala mush xoliq degan madhiya ismi bilan, madhiya sifat bilan azalda sifatlanmagan bo'lsa edi, va tasafa va tusifa bihi al-an. Uni bilan hozir sifatlangan bo'lsa edi, faqad iktasaba bi wujudil xalqi mush xalqning bar bo'lishi bilan ziyadata madh, ya'ni maxluq demakchi, madh xalq. Maxluqning bar bo'lishi bilan yana bir ziyoda madhini kasb qilgan bo'ladi, qozongan bo'ladi. Lam yakun fil azal, azalda bo'lmagan va annahu muhal, u mumkin emas deyotdi. Demak, masalan biz tushunib bergan gapni hammaga birdan javob beryotdi. Va ammal mu'tazila, endi musannif mu'tazilalarniki shubhilarga javob berishga boshladi. Va ammal mu'tazila, ammo mu'tazila guruhi bo'lsa, fa huwa anna at-takwina, mu'tazilaga beradigan javob, fa huwa anna at-takwina law kana hadisan. Yani mu'tazilaniki gapi bo'yicha agar hodis bo'lsa, la yakhlu, biz mu'tazilaga takvin hadis desak, shundan gap bo'yicha. Takvin tuvandagidek bir qancha xilda, bir qancha shaklda bo'lishini xoli olmaydi. Ya la yakhlu imma an yakuna hadisan. Ya u hadisan bi takvinillahi ta'ala iyyah. Ya'ni u takvinni Alloh taolaniki takvin qilish degan yo'qdan bar qilish bilan hadis bo'lishini xoli olmaydi. Birinchi ehtimollik. İkinci ihtimallik ev bidun tekvin. Yani bu tekvinni, biz tekvinni mu'tazila degandek hadis desak, yoki bu tekvinni Allah Taala meni bir tekvin bilan nima qilgan, bar qilgan. Yoki bidun tekvin, tekvinsiz bar qilgan. Degan ihtimollik, ikinci ihtimollik. Xo'sh, fa in qalu bil awwal, agar ular birinchi ehtimollikni desa, ya'ni Allah Taala uni yeni bir tekvin bilan bar qilgan desa, biz ularga deymizki, zalika tekvinu hadisun am qadim. Allah Taala shu tekvinni paydo qilgan tekvin hadismi yoki qadimmi deb so'raymiz. Fa in qalu, agar ular bunday desa, qadim desa, fa huwa alladhi nad'ihi. Biz da'vo qilayotgan tekvin shu. Yani qadim tekvin, biz qadim dedik, biz hadis dedik. Da'vo qilayotgan shu.
Ve in kal eğer ula hadis ya bu hadis tekvin Allah Teala bunu hadis tek yanında peyda bolan tekvin bilen peyda kılgan dese feyaudu sual. Sual yine asli kaydıdı ila ayyi teselsel. Ta ki teselsel dege zincirsiman ayrı olup gidiyor. Deyimiz anda olsa Allah Teala bunu yeni bir tekvin bilen yaratkan mı diyecek ki he deydi. Bu tekvin hadis mi gen kadim gen hadis deydi. Anda olsa onu Allah Teala yeni bir hadis tekvin bilen yaratkan mı diyecek. Öyle akılıp bu gep ahir çıkmaydı. Hada muhal. Anda ahir çıkmazsa çoğum ahir çıkış gerek onun. Çoğum bir ahir çıkış gerek. Ahirde çoğum bir kadimi boğan bir sıfat gibi takılış gerek bu. Ve in kalu bidun emde. Eğer bula bidun tekvin. Allah Teala tekvinni tekvinsiz yaratkan. Ya ki alemni, mahlukni tekvinsiz yaratkan dese فإذا جاز حدوث حادث فإذا جاز tekvini tekvinsiz yaratkan dese فإذا جاز حدوث حادث بدون tekvin. Yani tekvinsiz hadisinin peyda buluşu caiz olsa bu çağda bunu da fihi ta'tilus sani. Bu çağda sani yaratkuşunu birkaç kere tişkilip çıkıp verdim. Yani Allah Teala yaratmışsa mı yoktu barkı mı ücret ki peyda alakadar olsa tekvin ücret ki peyda alakadar olsa bu çağda hadis nesile bunun ne gep çıkıdı bütün mahlukatla Allah Teala yaratmış yüzü peyda oldu diye gep çıkıdı bu çağda dinsizlik gelip çıkıdı iman yanından çıkıdı hataylık ahval gelip çıkıdı onun göz karşısındaydı. Ve li'enne tekvine yeni bir delilemdir. Ve li'enne tekvine ama ikinci delilemde ve çünkü tekvin ne için biz tekvinde kadimdeyimiz? Çünkü tekvin eğer hadis boğan bolsa idi la yaklu imma en hadese fi zatihi. Yani imma ennehu hadis diyen bu. Yani o yüzündeki Allah Teala'nın zatıda peyda buluşunun hali olmaydı. Tekvin hadis olsa ya Allah Teala'nın zatıda peyda buluşunun hali olmaydı. Kema zehebet ilehil kerramiye. Kerramiyle bağlandı gerek. Ve huve fasit. Bu Allah Teala'nın ki tekvin degen sıfat eğer hadis olsa Allah Teala'nın zatıda duruşu bu fasit deme. Bu bozuk. Bozuk itikad. Nemiş kal lima fihi min ce'lil kadimi mahallel havadis. Çünkü bunun da kadim boğan Allah Teala'nı hadislerge mahal kıldığı iş gelip çıkıyordu. Allah Teala hadislerinin mahalli emez. Bunu beşte ispatlap boğandık. Ve emma in hadese ya ki emdi ve imma en hadese la fi mahallin. Ya ki ikinci ihtimallık bu tekvin la mahaldir. La mahalde peyda buluşu mümkün. Kema zehebe ileyhi İbn-i Revendi. İbn-i Revendi bilen Bişibn-i Mu'temir bağan göz karşıtı gerek. La fi mahallin gibi yani ornu yok. Tekvin ornu yok. Zübarikin ornu yok oluşu mümkün. Bu ihtimallık oluş. Ve huve mahal. Bu mümkün demez. Nemişka? Listihali vücudu sıfatı la fi mahal. Sıfatının mevsufsuz mevcut buluşu mümkün demez. Biz sıfat tutma. Sıfat diyen kanal oluş gerek çoğum. Sıfat turduğun bir mahal buluş gerek sıfatta. Sıfat mevsuf taynıp durdu. Ve li'ennet tekvin. Üçüncü delile. Ve şunun için biz tekvini kadim deyimiz ki çünkü tekvin İzâ lem yekun kaimen bi mahal. Tekvin. Eğer mahalde turmasa, tekvin birer mahalde turmasa, birer mahalde turgucu bulmasa, lem yekun ittisafu zatihi bihi evlâ min ittisafı zatine ahar. Bu tekvinni Allah Teala'nın zatını tekvin bilen sıfatlaş, yeni bir zatını tekvin bilen sıfatlaşın evlâ olmaydı. Biz bu tekvinni ornu yok, la mahalde desek, bunu Allah Teala'ya nispet bergendin, ma tamlı tekvin mükevvin desek mi olacak? Tamlı mükevvin desek mi oldu? Ne bileyim mükevvin desek mi olacak da? Onu olmadığın ne nispet versi yok. Bunda bir karşılık gelip çıkıyor yani. Ve imma en hadese fi zatin ahar. Ya ki tekvinde hadis diyen gepinde mi gelip çıkıyor? Üçüncü ihtimallık. Yeni bir zattı tekvin, yeni bir zattı turdu, yeni bir zattı peyda boğan diyen gep çıkışı mümkün. Kema kale Ebu Hüzeyl. Mu'tezile'nin şeyhinin Ebu Hüzeyl digendek. Onun de inne tekvine kullu cismin kaimin bizalikel cisim. Her bir cisimnin tekvini şu cisimnin ben turgucudur. Şu cisimnin üzü turgucudur oradaydı. Feyelzemu min hada bu gepten mi lazım kıldı en yekune kullu cisim. Her bir cisim halikan yaratıcı buluşu ve mukevvilen nefsi üzü yoktan peyda kan buluşu lazım kıldı çağda. Eliyaz billah. Ve ennehu muhal. Bu mu muhal? Bu mu mümkün emez. Ala enne onun üstüge maddenin yukarı delinin üstüge koyulan delinin. Onun üstüge deyimiz. Onun üstüge hadel kelam. Bu kelam la yasihu fil a'rad. A'raz da adı doğru bulmaydı. Bunun diyen gel kullu cismin yani ne mi dedi? Tekvini kullu cisim kaymun bidergel cisim. Her bir cisimdeki tekvini şu cisimde oturdu.
degan gap nimaga to'g'ri kelmaydi? A'rozga to'g'ri kelmaydi. Nimishqa a'rozga to'g'ri kelmaydi? Chunki Allah Taala jismni qilib yaratmagan. Jismda nimani yaratdi Alloh Taala? A'rozlarni yaratdi. Shunami? Jismda a'rozlarni yaratdi. Tamam. Jismning takvini jismda turgan bo'lsa, a'rozning takvini nima turdi? A'rozning takvini a'rozda turamdi? Demak, a'rozda turamdi? Ha, mumkin emas. Aw qoiman araz degan nimada turdi? Araz degan jismda turdi. Araz degan jismda turdi. Hal degan mahalda turdi. Hozir halda turdi degan gap chiqdi bu yerda. Lima anna qiyam ash-shay'i bil arad muhal degan chunki bir shay'niki araz bilan turishi nima mumkin emasdir. Va li anna at-takwin law kana huwa al-mukawwan. Amdi yani biz shunda takvinni qadim dedik. Qadim takvin degan mukavvin bilan turdi. Alloh taolaning zoti bilan turadigan sifat turdi dedik. Chunki law kana huwa al-mukawwan biz takvinni mukavvanning g'ayri dedik. Takvinni mukavvanning g'ayri, takvin mukavvan emas dedik. Nima ish qilsa? Chunki agar law kana huwa al-mukawwan agar takvin mukavvanning o'zi bo'lib qolgan bo'lsa, aw qoiman bihi yoki mukavvan bilan turadigan bo'lgan bo'lsa, lakana vujudul mukavvani bi nafsihi. Mukavvanning bar bo'lishi o'zi bilan bo'lgan bo'ladi. Vastagna fi wujudihi an ghayrihi. Mukavvan o'ziniki mukavvan degan maxluqlar o'zining barlig'ida o'zining g'ayridan behojat bo'lgan bo'ladi. Fayakuna qadiman maxluqlar ham qadim bo'lgan bo'ladi. Andaqa emas, halbuki andaqa emas. Maxluq davomli Alloh taologa muhtoj. Ama hech qanday maxluq o'zi paydo qilgan emas, balki Alloh taolo maxluqni paydo qilgan. Mushunda xatarlik gapni kelib chiqadi endi. Takvinni bilan mukavvanni bir desa, bunda xatarlik avvallar kelib chiqadi. Al-iyadu billah. Endi val khasmu bizning raqib endi qarshi taraf demoqchi. Qarshi taraf kimlar? Ash'arilar, Mu'tazilalar nima uchun buni takvin sifatini hadis deb turib oladi desa deyotadi. Deb turib oladi desa, nima uchun shuni ehtiyoj shunda xatarga tavakkul qilib hadis deydi desa, qarshi taraf innama imtana'a anil qawli biqidam at-takvin. Takvinni qadim deyishdan nima deb bosh tortdi desa, taharruzan anil qawli biqidam al-mukawwanat. Biz takvinni qadim desak, mukawwanatlar ham ya'ni yo'qdan bar qilingan narsalar ham qadim degan gap kelib chiqib qoladi, lozim kelib qoladi. Shunga biz takvinni hadis deymiz deb mush sababdan keldi. Mush sababdan kelganlik uchun ularni nima demaymiz? Kafir demaymiz. Shuningmi? Mush sababdan kelganlik uchun ularni biz kafir demaymiz. Mana biz bu. Vaqad vaqa'a lekin bular aynan deb turib vaqad vaqa'a fi ma taharraza anhu. Ular saqlanmoqchi bo'lgan narsaga yeni tushib qoldi. O'zi atay biz saqlanamiz degan narsaga yeni tushib qoldi. Ma'a rukubi hadal muhal. Yuqorida so'zlab o'tgan muholatlarga nima qilishlar aqlab o'tish bilan. Va li anna sawada xo'sh, endi biz yeni nimishqa biz takvinni qadim deymiz. Bu li anna degan hammamiz dalil. Musannif degan dalil degan nazm qilyapti. Yog'diyapti, yomg'irda yog'diyapti. Va li anna biz nima uchun takvinni qadim deymiz? Biz nima uchun takvin mukavvanning ayni emas deymiz? Biz nima uchun takvin Alloh taolaning zoti bilan turdi deymiz? Uch gapga li anna hammasi uch gapga bo'ladi. Va li anna savada va chunki qora degan bir rang, masalan bir rang qora. Masalan, ma telefonning rangi qora, ha, qora. Qora degan rang lamma kana mukawwanan va huwa bi'aynihi takvin indakum. Qora degan nima? Bu mukawwan. Qora degan Alloh taolo yo'qdan bar qilgan bir rang, ha? Mukawwan bo'lganlik uchun va huwa bi'aynihi takvin indakum. U ashu qoraning o'zi takvin sizlarning ko'z qarashinglar, mukawwanning o'zi takvin sizlarning ko'z qarashinglar bo'yicha mukawwan takvin mukawwan. Shunami? Davot. Anda bo'lsa, fa kullu zatin qama bihi as-sawadu qama bihi takvin la muhala. Anda bo'lgandan keyin qora degan mukawwan degan takvin, qora degan mukawwan degan takvin. Qora degan mukawwan degan takvin. Anda bo'lsa deydi. Fa kullu zatin qama bihi as-sawadu, ya'ni qora degan rang turgan zotning hammasi qama bihi takvin. Uni bilan takvin la mahala degan qat'iy shaklda takvin turadi. Anda takvin turadi. Nimishqa darurat ittihadihima. Ikkisiniki
birligi zarur degan gap tabiiy bo'lganligi uchun ikkisining birligi takvin bilan sizlarning ko'z qarashinglar bo'yicha takvin bilan mukavvan ikkisi bir bo'lgandan keyin qora degan rang turgan narsaning hammasida takvin va mukavvan turgan bo'ladi. Takvin va mukavvan turgan bo'ladi. Anda bo'lsa mesela telefon qora. Hozir bu qora degan telefon bu telefon mukavvan bu, ha? Anda bo'lgandan keyin bu takvin shu mukavvanni ayni bo'lgandan keyin bu telefon qora. Bu telefon nima? Mukavvan. Bu telefon takvin degan chiqdi. Endi fa iza vasafta zata bi annahu asfat sen bir zatni qora deb sifatlasan li qiyami savadi bihi. Nima ish qaraysan? Qora degan rang shuni turganlik uchun bu telefonni qora dedim. Bu telefonning rangi qora bo'lganlik uchun la amkana an nasifahu bi annahu mukawwanun li qiyami takwini bihi. La amkana an nasifahu biz bu zatni mukavvan deb sifatlaymiz. Nima ish li qiyami takwini bihi. Takvinning ash mukavvan bilan turganlik uchun. Endi Manda deb bo'ldi. Sizning gapingiz bo'yicha demakchi. Qarshi tarafning gapi bo'yicha. Sizning bunga dalil deb olib va idza lam tasifillaha. Endi sen Alloh taolani qora deb sifatlamasan, li'anna savada lam yaqum bihi. Qoraliq Alloh taolo bilan turmaganlik uchun Alloh taolani qora deb sifatlamasan. La yumkinuka an tasifahu bi annahu mukawwin. Alloh taolani mukawwin deb sifatlashing mumkin emas. Nima ish qildi? Yana takvina lam yaqum bi. Chunki takvin Alloh taolo bilan turmadi-ku. Hada kal xabar. Bu xabarga o'xshaydi. Endi buni ma'nosi nima degan gap? Sen telefonni qora deding. Qora degandiki bu telefon o'zi mukavvan, telefonning o'zi takvin, mush telefonda turdi, qaramush rangda turdi deding. Ikkisi bir tane tutding. Endi sen qora rangni kim yaratgan? Alloh taolo yaratgan. Ama Allah Teala yaratgan bo'lsa, Allah Teala bu qora rangni yaratdi. Qora rangni yaratdi. Sen Allah Teala'ni asvat deb sifatlayolmaysan. Allah qora rangni yaratgan Allah Teala'ni sen nimani sifatlayolmaysan? Qora deb sifatlayolmaysan. Agar sen bu qora degan qora deb sifatlayolmaydigan Allah Teala'ni qora deb sifatlayolmaysan Allah Teala'ni, demek la yumkinuka an tasifahu bi annahu mukawwinun. Allah Teala'ni mukawwin deb sifatlayolmaysan. Allah Teala'ni mukawwin deb sifatlashing mumkin bo'lmaydi. Nimishqa? Li'anna takvina lam yaqum bihi. Chunki takvin bu yerdagi mukawwin bilan turmadi. Beşir qaytayli va li'anna savada lamma kana makhluqan. Endi biz nima uchun takvinni qadim deymiz? Nima uchun takvin mukavvanning ayni emas deymiz? Nima uchun takvin Alloh taolaning sifati qadimisi deymiz? Takvin bilan mukavvan o'xshash ayni demaymiz desak, chunki agar o'xshash munda desak, tuvandagidek munda mushkul kelib chiqadi deydi. Va li'anna savada lamma kana makhluqan. Chunki savad, ya'ni qora degan bir sifat, qoraliq. Lamma kana makhluqan, bu maxluq bo'lganligi uchun ve huvel halqu bi aynihi indakum. Sizlarning ko'z qarashinglarda takvin bilan mukavvan bir degandan keyin savat degan bir maxluq bo'lgandan keyin u xalq. Sizlarning ko'z qarashinglarda xalq degan yaratish degan gap. Maxluq degan yaratilgan narsa degan gap. Yaratilgan narsa bilan yaratish ikkisi bir narsa sizlarning ko'z qarashinglarda. Unda bo'lgandan keyin kana huwa sawadan va xalqan. Qora narsa qora bo'ladi va yaratish bo'ladi. Qora narsa bo'ladi hem yaratish bo'ladi, xalq bo'ladi. Endi fa kullu zatin qama bi hada sawat. Ya'ni mushu qara. Fa kullu zatin qama bi hada sawat. Ya'ni mushu qara turgan zatning hammasi faqat qama bihi al-xalq aydan. Xalq ya'ni qara turgan narsada yaratish ham turgan bo'ladi. Nimishqa darurata ittihadihima fil mahal. Sizlarning ko'z qarashinglar bo'yicha, ya'ni xalq bilan maxluq bir. Qara bilan xalq ikkisi bir. Yaratish bilan yaratuvchi ikkisi bir narsa degan sizlarning qarashinglar bilan yaratuvchi boshqa narsa, lekin yaratish bilan yaratuvchi bir narsa degan ko'z qarash bo'yicha mushu qora degan qora turgan zotning hammasi faqat qama bil xalq aydan degan
yaratish degan gap ham birga turdi. İkisi bir bo'lganlik uchun bir mahalda turdi. Fa idza wasafta zata, agar sen zotni bikunihi asvat bir qari narsadan birni masalan, uni qari bo'lishidan uni fa idza wasafta zata bikunihi asvat liqiyam as-sawad bihi. Sen bir qari narsani qari uni bilan turganlik uchun qara deb sifatlasang, asvat deb sifatlasang, lazimaka sening ko'z qarashing bo'yicha lazimaka an tasifahu bikunihi khaliqan liqiyamil khalqi bihi. Ha, tushunarmi? Bir qora rang turgan bir narsani, qora rang uchun turganlik uchun sen buni qora narsa deb sifatlasang, xalq degan narsa, asvat degan yani asvat ismidagi gapimdir. Xalq degan sifat turgan narsani nima deb sifatlaysan? Xoliq deb sifatlaysan. Xalq degan sifat turgan narsani xoliq deb sifatlaysan. Shundan bunda xatarga olib chiqdi deydi. Ham tushunarmi? Xuddi sen savat qarilik turgan narsani sen savat bilan xalqni bir o'xshash bir narsa dedik. Mukavvan bilan takvinni o'xshash bir narsa dedingmi sen? Anda degandikin. Savat degan bu qarilik turgan narsani xalq ikkisi birga bor dedik. Shundan o'xshash birga bor dedik. Bir makonda bor dedik. Qarilik turgan narsani asvat deb sifatlaysan. Mesela telefon qara telefonni qara deb sifatlaysan. Telefondagi qora rang bo'lganligi uchun telefonni qara telefon deyalsam, xuddi shuningdek lazimaka an tasifahu bikawnihi khaliqan niqamil khalqi bihi. Mush telefonning yasilishi, mush telefonning yuzida turgan degan ko'z qarashing bo'yicha. Ma telefonning yasilishi, mush telefonning yuzida bo'lgandan keyin bu telefonni nima deb deyalaysan? Xoliq deyalaysan. Bu telefon o'zini o'zi yasigan deyalaysan. Seninki mush ko'z qarashing bo'yicha deydi. Senin musho hatta ko'z qarashing bo'yicha bunday lavozim kelib chiqadi. Ve izâ lem tasif Allah Teala bi ennehu amdisan Allah Teala'nı bi ennehu esved. Allah Teala'nı qara deb sifatlamasan. Allah Teala qarni yaratquchi ha. Allah Teala'nı qara deb sifatlamasan, li enne savada lem yaqum. Çünkü qarilik Allah Teala'dan turmaydi. Qara Allah Teala'dan turmaydi. Qara telefonda turdi. Qara mı telefonda turdi. Allah Teala demez. Anda bo'lganlik uchun sen Allah Teala'nı qara deb sifatlamasan, la yumkinuka an tasifahu bi ennehu khaliqun لأن الخلق لم يقم به. Sen Allah Teala'nı xalq deb sifatlayammaysan. Nimişqa? Xalq, yani yaratish degan sifat Allah Teala'da tumug'anlik uchun Allah Teala'nı xalq deb demaysan. Demaysan. Fa amma idza wasafta al-hadisa, amma sen hadis bo'lgan bir narsani qara deb sifatlasan va la tasifuhu bi annahu xaliq, uni xalq deb sifatlamasan va qadim bo'lgan Allah Teala'nı xalq deb sifatlasan, uni asvat deb qara deb sifatlamasan, ma'a qawlika sen qanday deb turib qarilik bilan yaratish, qarilik bilan buni xalq degan yaratilish ikkilisi bir narsa deb turib bunda desang fa hada tahakkum la dalil. Yani dalilsiz gap qilib berish. Dalilsiz qolgancha unda deb berish, qolgancha bunda deb berish bo'ladi. Aql buning botilligini bir damda aql botillikqa bu so'zning botil ekanligini aql ko'rsatib beradi deydi. Sen qachonki payda vasafta zata, sen qachonki bir zotni qora degan rang turgan bir zotni qora degan rang o'sha zot bilan turganlik uchun buni asvat qora bo'g'ichi deb sifatlaysan, la amkana an tasifahu bi annahu mukawwinun liqiyam at-takwin bihi. Sen mushu qora turgan asvat bo'lgan qora bo'lgan zotni mukawwin deb sifatlaysan. Nimishqa at-takwin ashundan turganlik uchun. Takvin ashu zot bilan turganlik uchun mukavvin deb sifatlaysan. Sening ko'z qarashing bo'yicha. Va idza lam tasifillah, agar sen Allah Teala'ni bi annahu qari deb sifatlamasang, nimishqa? Chunki qari degan sifat Allah Teala'dan turmay, qari bo'lgan narsada turganlik uchun Allah Teala'ni qari deb sifatlamasang, la yumkinuka an tasifahu bi annahu mukavvin. Allah Teala'ni mukavvin deb sifatlayolmaysan. Nimishqa? Ya'ni takvina, chunki takvin lam yaqum bi Allah Teala'dan turmaydi. Takvin Allah Teala'dan turmaganlik uchun Allah Teala'ni sen mukavvin deyolmaysan. Agar sen buni unutmay, ya Allah Teala'ni men mukavvin deyman, qaynasini asvat deyman desang, bu degan nimasiz, dalilsiz hukm qilib olganliging bo'ladi. Aql buni botil qiladi. Va hada kal xabari, bu bir xabarga o'xshaydi. Mata kana sidqan, xabar qachon rost bo'lsa, fa kullu zatin qama bihi kana mukhbiran sad. Ashu rost xabar bilan turgan zotning hammasi rostchil muxbir bo'ladi. Va kullu zatin lam yaqum bihi. Ashu rost xabar bilan turgan zotning hammasi lam yakun muxbiran. Muxbir mu bo'lmaydi, sodiq mu bo'lmaydi. Nimishqa?
bu ikkisiniki birligining zarurligining jihatida deydi. فَاِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ التَّكْوِينُ أَزَلِيًّا Hem eğer mundaq deyilse deydi. لَوْ كَانَ التَّكْوِينُ أَزَلِيًّا Hem de bir itirazlar gelip eğer tekvin ezeli olsa, eğer tekvin ezeli boğan olsa ve huve kaimun bi zatillahi ve o tekvin Allah Teala'nın zatı bilen turgucu boğan olsa leteallaka vücudul alemi bihi fil ezel. Anda boğan olsa alemnin bu tekvin bilen var buluşu ezelde alemnin var buluşu ezelde tekvin bilen alakadar boğan bulattı. Feyekunul alemu kadim şunu olan alem muhem kadim boğan bulattı. La hadisen hadis boğan bulattı. Tekvin degandek tekvin ezeli boğan bolsa, tekvin ezeli boğan bolsa bunun nima kelib chiqqan bulattı? Mukavvanning mu kadimi ezeli ekanligi kelib chiqqan bulattı. Demak mukavvan nima emas? Ezeli emas. Onun nima kelib chiqdi? Tekvin ezeli emas degan savolni qo'ysa, buningga beradigan eng muhim javobimiz bizning. Siz qilganlarni yodlaydigan ham şeylendi. Kulna bunun cevap verip deyimiz ki meta sellemtum sizler qachon taalluqa vujudil alemi bit tekvin alemning tekvin bilan alemning bar bo'lishinin tekvin bilan bog'lanishini aloqador bo'lishiga taslim bo'lsanglar faqat sellemtum hudusal alem alemning hodis ekanligiga taslim bo'lgan bo'ldinglar. Nimishqa izil qadim chunki qadim degan ma la yataallaqu wujuduhu bi ghayrihi. Qadim degan qanday narsa? Qadimning ta'rifi, ya'ni uningki borligi o'zining g'ayri bilan bog'lanmaydi. Qadim deganlik, qadim degan avvalning ibtidosi yo'q deganlik degan gap, buning bor bo'lishiga hech qanday boshqa bir narsa chetilmaydi. Buning borligi hech qanday aloqasi yo'q, hech qanday sababsiz bor, hech qanday illatsiz bor demakchi. Ve ma yataallaqu wujuduhu bi ghayrihi. Endi buning borligi o'zining g'ayri bilan aloqador bo'lgan narsa degan fa hadis. Bu hadis bo'ladi. Bunun berdiğin cevabımız bu. Sümme naqul andiki buna deyimiz. Onunki macabını boğan dikin. Ve tekvinu fil ezelim. Ezeldeki tekvin digen ma kana liyekunel alemu bihi fil ezel. Yani ki ma kana digen ma ma'yı nefi makma. Yani ki ma isim mevsul emez. Ma harfi nefi. Yani ma nafiye. Ma kana liyekunel alemu bihi fil ezel. Bu bizim bu ezeldeki tekvin ezeli diyen tekvinimiz nima uchun emas edi? Yani alemning mustakvin bilan ezeldan tortib bilib bo'lish uchun emas. Yani bizning bu tekvin deganimiz alem tekvinning ezeli deganimiz mukavvanning shundan billa ezeldan tortib bor degan munda shakldagi nima emas? Munda shakldagi nima emas, balki bal liyakuna kullu shay'in kainan bihi vaqta wujudihi ala hasabi ilmihi ve iradatihi. Belki bizden bu tekvinni ezeli deyişimiz. Bizim tekvinni ezeli deyişimiz nima uchun desa, yani hamma narsa bu tekvin bilan aşı narsaning bor bo'lish vaqtida Alloh taolaning ilmi va irodasi bo'yicha bo'lish uchundir. Men sizga tushuntirib berdim. Tekvin deganimiz bizdeki tekvinning ezeli deganimiz, yani mukavvanning qadim tortib qadim deganimiz emas, balki Alloh taolo shu o'zining ilmi bilan bog'lanadi. Allah Teala o'zining ilmi qadim bilan hamma narsani biladi. Masalan, Bemirzibagniki 2000 qancha dedingiz? 2003-yili tug'ilishini Alloh Teala ilmi qadim bilan biladi. Uni keyin Alloh Teala o'zining iroda qadimisi bilan azaldan tortib Bemirzibagniki nima 2003da tug'ilishini nima qiladi? Iroda qiladi. Endi Alloh Teala o'zining tekvini qadimisi bilan o'ziniki shu tekvini qadimisi bilan Bemirzibagning 2003-yilda tug'ilishini şu nimada ezelde planlaydı. Ezelde buyuruydu. Ezelde Allah Teala kun dep oldu. Bar dep oldu. Barlık getirip oldu ezelde. Üzerindeki tekvinisi ezelde ne oldu? Buyrukla bip oldu tekvini söylen. Hem de kanasını mı kaldı? Bemirzibag 2003 yıl kiliş kaldı. 2003 yıl kilodu. Bemirzibag barlık kilodu. Yaptık. Mında zaten demek ki biz. Ve tekvinu baqin. Bu tekvin baqi diye ezelden ebedki baqidir. Feyeteallaku vücudu kullu mevcudin vaqta vücudihi bi tekvinihi ezeli. Andavandikin her qandaq mevcudun barlığı bar bula vaqtida Allah Teala'nın ezeli tekvinisi bilen bağlanıdır.
Chetiladi. Qachon chetiladi? Har qanday mavjud babul açıqsida azaliy tekvin bilan chetiladi. Babul açıq chetiladi. Demak Alloh taoloning xuddi bir narsaga o'xshasak, Alloh taoloning sifatlarini, ta'limi, tekvinni Alloh taoloning tushgan bir buyruqqa o'xshatsak, sanglab turgan, masalan. Tekvin bir sanglab turgan. Faqat nimaga qarab turadi? Mukavvanga qarab turadi. Mukavvanning vaqti kelishiga. Vaqti keldimi paydo bo'ladi. هذا أمد بنا بزيج حكمي بس اللي جالس يستساق هذا كمان علق طلاق امرأته وقندق بلود ستخم أضي لستساق هذا مثل يستساق والله المثل الأعلى الله تعالى مثال تبي وخشوا ما يدش خلنا ناس ليس كمثل شيء لكن شنو المثال تقريبي كمان علق طلاق امرأته في شعبان بالآدم إذن أيالنا طلقنا شعبان إذا تعلق اسم قبته بدخول رمضان نكيش نمدب رمضان إيش كيسة سن طلقته أنت طالق إذا دخل رمضان ده مدد لما شعبان إيد تروب رمضان إيش كيسة سن طلاق موسى مثلا يبقى التطليق حكما إلى رمضان bu talaqilish hukm jihatda Ramazonga chiqadi. Hukm jihatda Ramazon qoladi, Ramazonga. Litaalluqi talaqni esib qolganlik uchun. Vaqtda vujudihi bizalika talaq mavjud bo'lgan vaqtda bizalika ta'liq ashu ta'liq bilan nima qilgancha esib qolganlik uchun. Bu nima degan gap? Masalan, bir odam ayolini sen Sha'bon oyida turib, nima degan bo'lsa, sen Ramazonda talaq degan bo'lsa, bu ayol qachon talaq bo'ladi? Ramazonda talaq bo'ladi. Demak, bu nimaga o'xshaydi ekan? Mukavvanga o'xshaydi ekan. Ama bu odamning talaq qilishi nimaga o'xshaydi? Takvinga o'xshaydi. Talaq qilish qachon bo'lgan? Ramazonda bo'lganmi yo Sha'bonda bo'lganmi? Sha'bonda bo'lgan. Xuddi shuningdek. Alloh taoloning takvini falani bizimizning 2003'te yaratiman degan takvini. Herkesmi nimada 2003'te paydo bo'lgan. Qachon paydo bo'lgan? Azalda. Paydo bo'lmagan azali. Paydo bo'lmaydi tabii ki azali. Lekin uni azali bo'lishidan birimizniki azali bo'lishi lozim kelmaydi. Xuddi bu ayolning talaq qachon tushgandek, Ramazon tushgandek birimizni qachon yaratiladi? 2003'te yaratiladi. Tushuna olmamda taxmin oddiy misoldan tushundim. Musallimning ajoyib bu mudayalari ajoyib shunday. Va kaman jaraha insonan va bir insonni yawmas sabt masalan shanba kuni yaralantiribdi bir odam. Bir odam bir insonni shanba kunlikda yaralantiribdi. Fasara bu yara sara degan sizibdi, yarni qoniqib va taadda va boshqa yerlarga o'tib, avib hatta matal majruhu yawmal juma. Shanba kuni yaralangan yardar adam cuma günü tulaq qapti 5-6 kun o'tib ardınca cuma günü tulaq qolgan bo'lsa kanal jarihu qatilan min yawmis sabt. Jarih yani bunu yaralandıran adam shanba kundan tatib qatil hisoblanadi. Nimada o'lgan kundan tatib emas, shanba kundan tatib qatil hisoblanadi. Va in zahara atharuhu yawmal jum'ati. Gerçi bu yaralandıranın asli cuma günü. Ölemden ibaret yarının asli, qatillikning asli cuma günü aşkar bo'lgan taqdirdimi? Shanba kuni tatib nima qilgan bo'ladi? Qatil hisoblanadi. Endi buningda qanday hukm chiqadi desam, masalan, agarda buni shubha umdi bilan masalan yoki qat'an o'tib salgan bo'lsa, masalan, nima qila oladi? Shanba kuni tatib diyet to'lay oladi. Shanba kuni tatib diyet to'lay oladi. Ya'ni chunki qatil hisoblandi-ku, o'tiga hisoblandi. Fakadalika huna. Xuddi bu yerda shunga o'xshaydi bu masala deydi. Vallahi masala ala. Endi vel qati'u lish-shaghabi. Endi musharik bir talash tatishni hammani kesadigan, uzadigan dalilimiz an naqul mundaq deymiz. Hal ta'allaqa wujudul alami bi zatil qadim. Alamning barligi bi zatil qadim Ta'alaning zotiga bog'lanamdi, chetilamdi. Aw bi sifatin min sifati yoki Allah Teala'nın sifatlerinden bir sifat çetilamdı, sizlerin göz karşılandı. Yak çetilmamdı o dep sorayımız. Eğer ulamada dese la çetilmaydı dese kad sarrahu bi ta'til saniye. Ola yaratqışını birkaç kıl etken buldu. Uçuk bayan kılan buludu. Ve in qalu na'am. Eğer bula ha dese kulna biz deyimiz ki hal iqtada zalika qidamel alemi emla. Yani biz şu hemme gapni şu ağzını cimdi şunun ne deyimiz? Bir tekvin degan bir sifatni gapini qilmaymiz. Nima deymiz? Ya'ni bu olamning bor bo'lishi Alloh taolaningki zoti bilan aloqasi bormi yo'qmi?
Allah Teala'nın sıfatlaridan bir sıfatdan qas sıfatı bir sıfatı alaqası var mı yok mu deb so'raymiz. Ular yo'q desa, yaratuvchi yo'q degan bo'ladi. Agar ular ha, alaqası bor desa biz deymizki, hal iqtada zalika qidamul alami amla. Yani Allah Teala'nın mesela Halik degan sıfatı, Allah Teala'nınki qaysi qodir degan sıfatı ish qilib, qaysi sıfat bilan bo'lsin Allah Teala olamni bar qilgan bo'lsa, shu sıfat bilan bar qilganligi olamning qadimligini lozim keltiramdi, olamning qadimligini taqozo qilamdi, taqozo qilmamdi deb so'raymiz. Fa kullu javobin lakum anhu. Sizlar shu Allah Teala'ning qaysi bir sıfat bilan, shu olamni bar qilgan sıfat bilan nimaga Allah Teala'ningki sıfatini bar qilishini, olamning bar bo'lishidan Allah Teala'ning sıfatinin bog'lanishidan nima kelib chiqmaydi, olamning qadimligi kelib chiqmaydi deb bergan javobining hammasi ana hadal ishkal mush ishkaliyatdan fit takvin bizning javobimiz fa huwa javobuna bizning javobimizdir. Biz shunda javob beramiz. Masalan, biz nima deb so'raymiz? Allah Teala'ning ilmi azalimi deb so'raymiz. Azali deydi. Ash'ari azali deydi. Mu'tazilimi Allah Teala azal tatib alim deydi, tamam. Allah Teala'ning ilmi azali bo'lsa, amisi ma'lumot azali mi hadis mi deymiz? Ma'lumotlar. Ma'lumotlarning ba'zisi azali, ba'zisi hadis. Tamam, shu hadis bo'lgan Allah Teala'ning ilmining azaliligidan shu ma'lumotlarniki azaliligi lozim kelamdi. Allah Teala'ning ilmining azaliligi Bimirzining 2003-yili tug'ilishidan iborat ma'lumotining azali 2003-yil tug'ilishidan iborat bo'lishini azali bo'lishini taqozo qilamdi desak, uni nima deydi? Yo'q deydi. Yo'q, unday emas. Deb buni qanday dalil keltirsa, shu dalil keltirgan dalilning o'zi ana hadal ishkali fit takvin. Takvindagi mushu masalaninki dalili o'xshash. Qudrat degan sifatga, ilm degan sifatga, ash'arilar sifat zotiyaga qanday dalil keltirsa, sifat zotiyalarning qadimligidan buniki aloqador bo'lgan mutaallaqotlarniki qadimligi lozim kelmasligi uchun qanday dalil keltirgan bo'lsa, biz bu takvin degan sifatda takvinning mukavvanotniki qadim emasligida shundoq nima keltiramiz? Dalil keltiramiz. Ala anna uni ustiga indal ash'ari, Imom Ash'ari rahimahullohning ko'z qarashida ta'alluqu vujudul alami bi xitobi kun fayakunu takvinan. Olamning bar bo'lishiniki taalluqi bi xitobi kun degan xitob bilandir. Olamning bar bo'lishiniki kun degan xitob bilan fayakunu takvinan. Shundan bu takvin bo'ladi. İmam Ash'ari ko'z qarashida ta'allaqa vujudul alami bi xitobi kun. Ta'allaqa. Olamning bar bo'lishi kun degan xitob bilan nima bo'ldi? Ta'allaq deb aloqador bo'ldi, bog'landi. Fayakunu takvinan. Anda bo'lgandan keyin Imom Ash'ari nima dedi deydi? Olamning barligi Alloh taolaning kun degan xitob bilan bog'layaq degan gap. Alloh taolo kun dedi, olam bar bo'ldi deydi kim? Imom Ash'ari fayakunu takvina. Anda bo'lgandan keyin bu takvin bo'ladi. Ya'ni olamni Alloh taolaning bar qilishi, olamni bar qilishi nima bo'ladi? Takvin bo'ladi. Tabiiyki Imom Ash'arining o'zimi xitobi kun, olamning bar bo'lishi xitobi kunni bog'liq degan gapni nima chiqdi? Demak, Alloh taolo takvin bilan paydo qilgan degan gap chiqdi bu yerda o'zidan. Va annahu qadimun, va takvin qadimdir. Qaimun bi zotillah, Alloh taolaning zoti bilan turuvchidir. Takvin dedimi? Allah takvin bo'lgandan keyin Alloh taolaning xitobi kun degan xitobi qadim, bu takvin bo'lgandan keyin takvin qadim bo'ladi, Alloh taolaning zoti bilan turuvchidir. Endi fayakunu munaqidan. Ya'ni Imom Ash'arining shu olamning paydo bo'lishi, olamning bor bo'lishi Alloh taolaning kun degan xitobi bilan bog'liqdir degan shu so'zining o'zimi fayakunu munaqidan li qawlihi fi mas'alati takvin. Takvin masalasidagi at-takvin g'ayrul at-takvin aynul mukawwan degan so'ziga qarama-qarshi kelib qoladi. Imom Ash'arining kun degan olam kun degan Alloh taolaning xitobi bilan bo'lgan degan gapi takvin mukawvanning ayni degan gapiga nima qarama-qarshi keladi. Demak, buniki bu masalada Maturidilarning ko'z qarashi intayin to'g'ri. Vallohu a'lam huval muwaffiq vallohu a'lam bis-sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala wa sallama ala khayri khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.